Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan va O'zbekistondagi eng katta shourum 150 xildan ortiq modellarni o'z ichiga tiqqan modeldan sizlar uchun eksklyuziv xabar. Videoni o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha befarq bo'lmasdan tomosha qiling. Men sizlarga foydali ma'lumot aytib o'taman. Navbatdagi yukimiz Namangandan. Klientlarimiz onlayn kuzatib, bizni Turkiyadan manzilimizni yuborishibdi. Sinilari kelib, eshik mahsulotlarini o'z ko'zi bilan ko'rib, hamda ishonch hosil qilib, xarid qilib ketishmoqda. Bu yukimiz Namanganda Minbulog'iga. Bilasizlar-ku, ushbu showroomdan barcha O'zbekiston xalqini ishi bitib ketgan va O'zbekiston xalqi rozi. Albatta, shunaqangi narxlarda kimga Rossiya eshiklari va sifatli eshiklar kerak bo'lsa, bizning raqamlarimizga manzil so'zini yozib qoldiring va shu manzil bo'yicha kelib o'z eshiklaringni xarid qilib ketaverasizlar. Rossiya. Labo O'zbekiston. Ko'rib turibsizlar-ku, bizning manzil qisqacha qilib tushuntiraman. Andijon tarafdan kelish va Kirgili tarafdan chiqish, PMPZ Polsha bozoridan kelish, Mali Kaltsivoy, Rinatlar tomon, Ildarlar, Ilgizlar va Fatimapa tarafga ketish. Fatimapa borki, Kalinskiy, Bayarin. Shu tarafga ketishda Atlas milliy taomlarini yonginasida joylashgan. Kelib, eshik mahsulotlaringni arzon narxlarda xarid qilib ketishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.